aziz obunachilar, mana primechkalarni qo'yib oldik. Derazamizni oldingi ustalar bu uyda romiga teng qilib qurishmagan. Xullas bu rom eshiklar hammasi tushib ketgan 40 santimetrga. Shuni ko'tarish kerak bo'ldi. Shularni o'rgatib o'tib ketamiz. Odam esa xursandmiz. Hozir mana birinchi bo'lib qiladigan ishimiz urvinda yoki lazerda yoki shayton bor, suv shayton ashunda olasa bitta qo'yib turib bir kishi, keyin oxiriga bir kishi ushlab turib urvinga olganda tizib olgandan rejibdi. Bitta aniq razmer bo'ladi. Endi hozir biz qo'ygan primechkamiz tayi kamida 3 sm loyda haqqini qoldirib o'sha teng qilmadim-u, o'sha teparada qo'ydim primechkami. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa xursandmiz. Hozir shu 3 sm loyda atko'zni haqqini qoldirib o'rnatib ketdim, baquvvat qilib mana. Endi boshidan ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa brus bo'ladi. Kamida 30-35 sm chekkaga o'tishi kerak. Shunaqa qalinlikda bo'ladi. O'sha tikka machasi qo'yiladi, mana shunday qo'yiladi. Agar yotqizib qo'yilsa, o'rtasi egilib ketadi. Yuklamani ko'tarmaydi. Mana unda yuklamani ko'taradi. Xo'p, mana aytganimdek zip bir xilda urvinga oldim. 40 sm tepaga ko'tarilyapti, hammasi to'ralasi. Xo'p. Mana kamida 15-20 sm dan kirgan. Taylar pishiqcha, endi bular suv qilaman, tayini olib tashladim, sababi birinchi qo'ygani nobop qo'ygan ekan, kesib olib tashlayman dedim, bo'lmadi, olib tashladim. Chizib olgan joyimdan mo'ljal qilib olganman, ochib chiqaman. Kamida işte net santimetr bo'lsa bruslaring. Shu 10 sm, 15 sm bo'ladigan bo'lsa, shu razmerda ochib olamiz. Ochib o'rtasiga kelamiz. Misol 2 g'ish bo'ladigan bo'lsa, 1,5 g'ish bo'lsa ham devorda 50 sm bo'ladigan bo'lsa, o'rtasiga o'yib kiramiz. G'ishlarni ehtiyot qilib olib, tepadan tushadi, iloji yo'q tushadi. Tushganiga e'tibor bermaysizlar, qo'rqib ketmaysizlar. Vahimada. Tushgandan keyin ichkaridan chiqamiz. Qistirib o'sha g'ishlarni terib chiqib, bruslarni qo'yib, shu oxirgacha qo'yib olganimizdan keyin mana shu chekkali atko'zdan kamida 15, 25 nimasiga qarab, puxtaligiga qarab turib qistirib qo'yib olasizlar. Keyin narigi tomoniga o'tib turib, narigi tomondan ashna qilib ichkaridan qo'yib oldiga qarab chiqasizlar. Shu qo'yib bo'lganlaridan keyin bruslaringni keyin simda yaxshilab qator qilib maylab bersalaring baquvvat bo'ladi. G'ishlarni terib berib, yana joyiga qo'yib, tepalariga misol har xil razmer bo'ladi. G'ish oxiriga borganda 2 sm, 3 sm yetmay qolsa, xona tiqib, qistirib olasizlar. Agar keyin sement suv qilib atko'zlarni o'sha setkadan to'qib, primechkadan qo'yib bo'lganlaridan keyin setkada yaxshilab mayda miqda qoqib yaqin qilib, qoqib zich qilib baquvvat bo'lgandan keyin albastirda atko'zni olib olasizlar. Bunaqa qilib telefonatlaring bo'lsa, holatda g'ishlarni olasizlar. Holatda endi videoda cho'zib olmaylik. Shu holatda ochib bizni razmerimiz 15 sm bo'lsa, shu 15 sm da ochib ichkarigacha ochib kiraveramiz. Tepadagi g'ishlar tushganini ehtiyot qilib olib qo'yamiz, ya'ni o'ziga ishlatamiz. Qo'yish esdan chiqibdi. Pishig'ish qo'yasizlar. Oxiriga o'sha primechka tushadigan joyiga ikki qator, bir qatorni primechka qo'yib olasizlar. Shu bitta reyga qo'ysalaring, tagiga, keyin ustidan primechka qo'yiladi. Pishig'ish qo'yib olishdan maqsad ezilib udar bo'ladi. Xona tiqamiz, boshqa qistirganda udar bo'lmasligi kerak. Shuni hisobiga pishig'ish qo'yib ketiladi. Mana hozir pishig'ishda turibdi. Ko'ngil xotirjam bo'ladi-da, xo'ng'ishcha bo'linib ketishi mumkin, ezilib qoladi. Mana baquvvat qilib simlarda hammasini ichki tomondan o'tkazib, mana baylab nima qilib qo'ydim. Endi buni setka bor, suvoq setka. Setkada bir xilda tepasidan boshlab o'rab chiqaman. O'rab setkani yaxshilab miqlarni yaqin qilib qo'yib olsam, keyin atko'zni olsam, hali setka ushlab turadi-da, taxta ushlamaydi. Keyin ochiq turgan joylariga, tepalariga pona tiqaman, bu yerda ko'rinmayapti, pona tiqib, tepada yuklamaga qistirganman. Qoradan chopib, razmerlarni qistirib olsalaring, qo'pollik qilmasdan.
keyin u oralariga semayli suvaq qilsalaring, suvaq kirib oralariga tishlash bor. Keyinchalik tirishingda tushmaydi, yorilib ketmaydi. Shu holatda mana to'nboshi tomni ko'tarib turibdi. Endi iloji yo'q, endi biz noldan ko'tarilmagan hisobiga ko'p ketadi, rasxod bo'ladi, iloji yo'q. Bitta, ikkita, uchta. Men buni yotqizib qo'yganman. 4 ta, 5 ta, 6 ta ketyapti. 50 santimetrlik yig'ishli devolimizga. 1,5 yig'ishli devor bo'lsa, ozroq ketadi, u osonroq. Shu. Atko'zni ham olishni o'rgatamiz, xudo xolasa.